Sizlar uchun 2021-yil ishlab chiqarilgan 12800 emas narxi 11600. Ana kuni qo'yganimizdan sotilib ketgan edi. Mana bunga ham ulguraylik. Amerikanka 4 ta ballon tayyorlab rashinasi bor ekan. Muhim ishlardan. Mana optira taqib qo'yilgan ekan. Mashinani o'pish holatini o'zim ko'rib chiqdim. Yaxshi holatda bo'lib turibdi. Mana salonlari ham akvaparklar qilib qo'yilgan. Tayyor Gentra. Mana. Bitta bu probegini ko'rsataman. 130 ming yurgan ekan. Abagrev ishlab turibdi. Nakitga taqib qo'yilgan. Mana lyuklargacha ham ishlab turibdi otdilar. 2021 qora Gentra olaman deyotgan insonlar bo'lsa jo'natib qo'yinglar. Kraskasi top-toza ekan. Bitta parod qismida kraska bor. Qolgan joylari ideal deyaptilar. Yomg'irli havoda mana qora Gentrani zo'rini olmoqchi bo'lsanglar, bosib oling. Narxi bilan beriladi. Keyin ham bori Generalniy Davenska ham beraveramiz deyaptilar. 11600 yana kelishinglar. Moshinani Rugur bariga horsiz bo'ldi. Tulgur baganlar Telegram kanalini bo'lib olinglar. Nazva mahadovda xohlasak, mashinalar qo'yilishda davom etmoqda.